Xo'p, navbatdagi misolga e'tibor beramiz. Bizda berilgan ifodani hisoblang degan. Xo'p, menda birinchi ilzosni hisoblashni oson usulini ko'rib chiqaman. Ya'ni 10 minus 2 ilzosi 21 ni soddalashtirib olaman. Bu yerda menda a kvadrat plus b kvadratim ozod xat 10 ga teng. 2ab hop 2 ilzosi 21 ga teng. Endi ikkilar farq ketsa, demak menda ab ilzosi 21 chiqadi. Ikkita sonni kvadratlari menda 10 chiqishi kerak. Ko'paytmasi ilzosi 20 chiqadi. Bu sonlar ilzosi 7 bilan ilzosi 3. Demak bu menda nima bo'lar ekan? Ilzosi 7 minus ilzosi 3 nimadir? Kvadrat. Bu bilan kvadrat bilan ildiz kelsa, menda ilzosi 7 minus ilzosi 3 qoladi. Qo'yaman o'rniga. Ilzosi 7 minus ilzosi 3 plus ilzosi 7 plus ilzosi 3 ni nimasi? Polni kvadrati. Ilzosi 3 qisqarib ketsa 2 ilzosi 7 ning kvadrati. Bu 4 kara 7 degan. Bu 28 ga teng. Demak biza ifodamizning qiymati 28 ga teng ekan. Bu 5 javob.